14-fasl. Tehronlik 7 shahid. Tobarsi istehkomi qahramonlarning qismati haqidagi xabar Hazrati Bobning qalblarini behad qayg'uga soladi. Keyinchalik ul zotning kotiblari bu og'ir hodisa haqida bunday deydi. Hazrati Bob ushbu kutilmagan xabarni eshitib, qayg'udan ado bo'ldilar. Hazrati Bobni cho'lg'ab olgan og'ir musibat ul zotni ovozdan mahrum qilib, qalamlarini sukut saqlashga majbur qildi. 9 kun mobaynida ul zot do'st yorlardan birortasi bilan uchrashishdan bosh tortdilar. Ko'zlaridan tinimsiz yosh oqardi. Lablaridan esa beto'xtov dardga to'la so'zlar quyilardi. Hazrati Bob o'z xonalarida mahbubga dardlarini izhor qilib, munojot qilganlarini men parda ortidan turib eshitar edim. Ul zot 5 oy davomida ezilib, g'am-g'ussa ummoniga g'arq bo'lib yurdilar. Hazrati Bob o'z ishlarini qayta boshlaganlarida birinchi yozgan sahifalarni Mulla Husayn bilan Quddusning xotirasiga bag'ishlaydilar. Mulla Husayn bilan Quddusning sha'niga qasidalar aytar ekanlar. Bu ikki bezavolga o'zlari ham tez orada qo'shilishga va'da beradilar. Shuningdek, Hazrati Bob bu shahidlarga bag'ishlab ziyorat lavhini yozadilar. Bu lavhni bir dindorga berib, unga sayohatchilarga xos kiyinib, boshqa hamma xayollardan xoli bo'lib, muqaddas joy, ushbu qahramonlarning jasadlari yotgan Tobarsi maqbarasiga borishni buyuradilar. Hazrati Bob undan bu muqaddas joylarga borib, duo qilishni, Quddus va Mulla Husayn qabrlaridan bir siqimdan tuproq olib, kelgusi Navruzdan kechikmay qaytib kelishni tayinlaydilar. Hazrati Bobning bu topshiriqlari aytganlaridek qilib bajariladi. Bu dindor Hazrati Bob oldilariga qayta yotib, bir muncha muddat Tehronda bo'lib, Hazrati Bahoulloh bilan uchrashadi. Hazrati Bahoulloh undan ustozga atalgan nomani berib yuboradilar. Bu payti g'araz niyatlilar Tehronda jiddiy notinchliklar chiqarishga erishadilar. Koshonlik bir Said o'zini Hazrati Bobning ta'limotlarini qabul qilgan qilib ko'rsatib, iymon keltirganini e'lon qiladi. U osonlikcha boshqa dindorlar bilan ko'rishib, ularning ismlarini bilib oladi. Keyin bu sotqin dindorlar ro'yxatini tuzib, hukumat odamlariga yetkazadi. 14 dindorni hibsga olib, hukumat amaldorlaridan birining uyida bir oy davomida hibsga ushlab turadilar. Ayni shu paytda o'sha uyning ustki qavatida Tohira ham qamoq azobini tortar edi. Hokimiyat hibsga olingan dindorlardan yangi ma'lumotlarni olishga qanchalik harakat qilmasin, hech narsaga erisha olmasdi. Asirlar og'iz ochmaydilar. Hatto dindorlardan biri shafqatsiz qiynoqlarga qaramay, bir og'iz ham gapirmagani tufayli qamoqxona xodimlari uni soqov deb o'ylashdi. Bu davrda oliy hukmdor quvg'in qilinayotgan jamoa ishlariga bevosita aralashishdan o'zini tiyar va ko'p hollarda dindorlar ichida ro'y berayotgan ishlardan bexabar edi. Hamma qarorni vazir a'zamning o'zi hal qilar. Jamoaning taqdiri ham uning qo'lida edi. Uning qarorini hech kim qaytara olmas va uning o'z boshimchalik bilan qilgan ishlarini hech kim qoralay olmas edi. Vazir a'zam asirlarni dinidan qaytara olishiga ko'zi yetmaganidan keyin ularning 7 nafarini qatl qilishga buyruq beradi. Aynan mana shular Tehronlik 7 shahid deb ataldilar. Birinchi bo'lib shahid bo'lgan kishi Hazrati Bobning tog'alari Hoji Mirzo Said Ali bo'lib, u kishi Tehronning eng yirik savdogarlaridan biri. Hazrati Bobni tarbiyalab voyaga yetkazgan, mehr-muhabbat bilan avaylab, birinchilar qatorida ul zotga iymon keltirgan kishi edilar. Hazrati Bob Chehrik qal'asida qamoqdalik paytlarida Hoji Mirzo Said Ali ul zot bilan ko'rishish uchun u yerga borgan edilar. U yerdan Tehronga kelib, shu yerda to shahid bo'lgunlarga qadar yashadilar. Qamoqqa olinganlardan keyin u kishini tanigan, bilgan bir necha yirik savdogarlar ozod qilinishlari uchun pul berishmoqchi bo'lishadi. Ammo Hoji Mirzo Said Ali bundan voz kechadilar. Hoji Mirzoni vazir a'zamning oldiga olib kelganlarida vazir Muhammad payg'ambar avlodlarini jazolashni istamasligini aytib, u faqat bir narsani, Hoji Mirzo Said Ali Hazrati Bobga keltirgan iymonlardan qaytishlarini istayotganligini, agar rozi bo'lsalar, darhol ozod qilishi va izzat ikrom ko'rsatib,
boylik bilan siylashini ma'lum qiladi. Ammo Hoji Mirzo Said Ali bunday javob qiladilar: mening bu vahiyda mujassam bo'lgan haqiqatdan tonishim avvalgi barcha vahiylardan voz kechishim bilan barobardir. Said Bobning zimmalaridagi vazifani tan olmaslik, ajdodlarim dinidan yuz o'girish, Muhammad, Iso, Muso va barcha qadim payg'ambarlar keltirgan vahiylarning Allohdan ekanligiga shubha qilish bilan barobardir. Bu elchilarning so'zlari va amallari haqida nimaiki eshitgan va o'qigan bo'lsam, hammasini men bu yigitda yosh bolalik paytidan to 30 yoshga kirguniga qadar butun hayoti ko'z oldimda kechgan sevimli jiyanimda mujassam bo'lganini ko'rdim. Undagi hamma narsa hayotlari bizga hadis va rivoyatlar orqali yetib kelgan. Uning ajdodlarini, birinchi va din imomlarini eslatadi. Sendan so'rar gapim shuki, hayotimni sevimli jiyanim yo'lida birinchi bo'lib qurbon qilishga ijozat ber. G'azabi qaynab ketgan oliy vazir Hoji Mirzo Said Alining boshini tanasidan judo etishni buyuradi. U kishini qatlgohga olib borishayotganda, Hoji Mirzo yig'ilgan olomonga qarab murojaat qiladilar. Odamzod 1000 yildan ortiq vaqtdan beri va'da qilingan elchisini yuborishini so'rab, Allohga munojot qiladi. Uning nomi tilga olinishi bilan sizlarning yuraklaringizdan yo Alloh, uning kelishini tezlat, uning kelishiga monelik qiladigan narsalarni olib tashla degan so'zlar qanchalar ko'p chiqqan. Endi u kelganda sizlar ul zotni Ozarbayjonning olis sahrolariga haydab yubordingiz. Ul zot hozir o'sha yerda umidsizlikdan azob chekmoqda va endilikda esa ul zot sahobalarni ham qirishga tushdingiz. Agar menga sizlarning ustingizga Allohning la'natini tilash yozilgan bo'lganida, aminmanki, uning g'azabi ham, qasosi ham dahshatli bo'lgan bo'lar edi. Biroq men bu haqda yolvormayman. Men Karim Allohdan sizlardagi gunoh dog'ini yuvib, g'aflatdan uyg'onishingizga madad berishni so'rayman. Hoji Mirzo Said Ali bu so'zlardan keyin boshlaridagi sallani olib, jallodga qarab, unga hukmni bajo aylashni buyuradilar. 2. Mirzo Qurbon Ali Barfurushda Quddus bilan bir qishloqda tug'ilgan edi. Haqiqiy taqvodor va oliyjanob bu insonning hayotida poklik belgilari va avliyolik alomatlari shu qadar ko'p va uning obro' e'tibori shu qadar baland ediki, viloyat ahlining ko'pchiligi unga murid bo'lib, sodiq bo'lib qolishga ont ichgan edilar. U Karbaloni ziyorat qilish uchun yo'lga chiqqanida, katta olomon unga o'z hurmatini izhor qilish uchun yo'liga peshvoz chiqqan edi. Ammo Mirzo Qurbon Alini hashamat ham, alohida imtiyozlar ham qiziqtirmas edi. U ziyoratdan qaytib kelayotganida Mulla Husayndan yangi din haqida darak topib, uni qabul qiladi. Mirzo Qurbon Ali Tehronda hibsga olinib, soqchilar oldida o'zining oddiygina libosida shahar ko'chalari bo'ylab borishidan haqiqiy zohidlikning tirik namunasi ekanligi ko'rinib turar edi. Mirzo Qurbon Alining do'stlaridan biri Vaziri A'zamning oldida uni himoya qilish niyatida Qurbon Ali Hazrati Bobning izdoshlaridan emas, u tuhmat bilan ayblangan deb aytadi. Qurbon Alining o'zidan bu to'g'risida so'raganlarda esa u shunday deydi: garchan bu oliy zot meni qabul qilgan qilmaganlarni bilmasam-da, men o'zimni ul zotning izdoshlari va xizmatkorlaridan biri deb hisoblayman. Unga boylik va oliy martaba va'da qilinganda, u bunday bayt bilan javob qiladi: qo'rqmas men jon berg'ali muhabbat uchun. Senga buni anglamoq amri maholdir. Ey nodon, og'iz ochma, ketgin nari tur. 3-shaxs ortiqchadir oshiqlar uchun. Vaziri A'zam Qurbon Alining o'zidan ko'ra bilim darajasi va ta'siri kam bo'lgan kishiga murid bo'lganidan kulmoqchi bo'lganida Qurbon Ali shiddat bilan deydi: mening ilmim men o'zimning sohibim va ustozim deb tan olgan zot oldida sidqi dildan bosh egishga meni majbur etdi. Men ul zotning ta'limotlarini xolisona baholab, shunday xulosaga keldim. Agarda ushbu yigitning do'stlari ham, dushmanlari ham tan olgan so'zlarni yolg'on desak, qadim zamonlardan tortib to shu paytgacha o'tgan Allohning barcha rasullarini
yolg'onchilikning ramzi deb tan olishim lozim. Albatta mening minglab muxlislarim va muridlarim bor, lekin men ularning ozginasining ham qalblarini o'zgartira olmayman. Bu yigit esa o'z muhabbatining malhami bilan eng chuqur g'aflatdagilarning qalblarini ham o'zgartira olishini isbot qildi. Ul zot yakka o'zi hech bir ko'maksiz minglab menga o'xshaganlarga shunday kuchli ta'sir o'tkazdilarki, ular hatto ul zot bilan uchrashmay turib, o'z mayllaridan voz kechib, uning irodasi oldida sodiqlik bilan bosh egdilar. O'zlarining qurbonliklari tilga olishga ham arzimasligini tushungan odamlar ul zot uchun hayotlarini jon deb berar. Bu ular sadoqatining yana bir dalili bo'lib, uning dargohida zikr qilinishining o'zi ular uchun kifoya bo'lar edi. Vazir Azam Qurbon Alining sehrkor so'zlari ta'siriga tushib qolmaslik uchun uni olib ketishlarini buyuradi. Senga bu sehrdan qo'rqishing hojati yo'q, e'tiroz bildiradi Qurbon Ali. U faqat pok qalblarni sehrlaydi. Sendaylar bir lahzada qalblarini ochib, o'zgartirib qo'yuvchi ilohiy malhamning hayotbaxsh sehridan bahramand bo'lishdan bir umrga mahrumdirlar. Qurbon Alini qatl etish uchun Hoji Mirzo Said Alining jasadlari yotgan joyga olib boradilar. U jasadni bag'riga bosib, jallodga zarb berishni buyuradi. Birinchi zarba Qurbon Alining sallasiga tegib, sallani uchirib yuboradi. Shunda Qurbon Ali zavq bilan shunday misralarni o'qiydi. Muhabbatni bildik-ku, unutdik o'zni. Kimgaki u sohibdir, baxtlidir o'sha. Tezroq ushbu baxtiyorga qarating ko'zni. Kalla uchar, yo salla, baribir unga. 3. Shundan keyin navbat Hoji Mulla Ismoil Qumiyga keladi. U hali o'spirinlik kezlaridayoq Said Kozimga shogird tushib, undan ko'p narsalarni o'rgangan va bu uning Hazrati Bobning amrlarini qabul qilishda katta ta'sirini ko'rsatgan edi. Unga zohidlikning o'zgacha ruhi xos bo'lib, u yangi dinni targ'ib qiluvchi, jozibali vazlari bilan shuhrat qozongan edi. Hazrati Bobning eng taniqli targ'ibotchilar sifatida hibsga oliniboq qatl maydoniga olib kelinadi. Ismoil Qumiy kundaga olib kelinganida u o'zidan oldin qatl qilingan 2 dindorni ko'rib xitob qiladi. Qanday go'zal mening sevimli do'stlarim, sizlar Tehronni jannatga aylantirib yuboribsizlar. Qani edi men bu yerga sizlardan ilgariroq kelgan bo'lsaydim. Shundan keyin mulla tilovat qila boshlaydi. Ammo jallod unga ibodatini tugatishga qo'ymaydi. Uning lablaridan chiqayotgan kalima uzilib qoladi. 4. Ismoil Qumiy jallod qo'lidan o'z o'limini olib ulgurmagan ham ediki, kundagi Hazrati Bobni qabul qilgan taniqli din allomasi Said Husayn Tursheziyni olib kelishadi. U olomon bilan yuzma-yuz bo'lganida xitob qiladi. Najaf va Karbalodek aziz shaharlarning ulamolari meni islom qonun qoidalari va ta'limotning obro'li tafsirchisi sifatida bir og'izda tan olishgan. Men Said Bob hazratlarining nomalarini yaqindagina eshitdim. Mening islom ta'limotidagi murakkab joylarni tafsir qila olish qobiliyatim Hazrati Bob keltirgan zuhurning haqligini ajrata olishimga yordam berdi. Men shunga aminmanki, ul zot zohir qilgan haqiqatni rad etsam, avvalgi barcha zuhurlardan yuz o'girgan bo'lar edim. U ushbu so'zlarni aytayotganida Vazir Azamning zobiti xanjarini chiqarib, Said Husaynni so'yib tashlaydi. 5. Ko'p o'tmay qatlgohga Hoji Muhammad Toqiy Kirmoni keltiriladi. U o'z birodarlari qatl etilgan dahshatli joyini ko'rib, g'azab o'tidan yonadi. Qani tezroq oldimga kel, razil va vijdonsiz zolim. U jallodga yuzlanganida shu so'zlar uning yuragidan otilib chiqadi. Meni qatl etmoqqa shoshil, zero men sevimli Husaynga yetib olish ishtiyoqida yonmoqdaman. Undan ko'ra ko'proq yashash men uchun azob. Men bu azobga chiday olmayman. 6. Hoji Muhammad bu so'zlarni aytib ulgurmasidan Tehronning taniqli savdogarlardan biri Said Murtoz hali tirik birodarlardan ilgarilab ketmoqchi bo'ladi. U jallodga Saidning o'limi, Muhammad Toqiyning o'limiga qaraganda Alloh uchun katta mukofot ekanligini o'qtirmoqchi bo'ladi. Jallod bularning ikkovlarini qatl qilishga tayyorlanar ekan,
ularning qatoriga so'nggi shahid ham kelib qo'shiladi. 7. Muhammad Husayn Marag'oyi o'z o'rtoqlari sari tashlanib, o'zini ulardan avval qatl etishni jalloddan o'tinib so'raydi. Odamlarning o'z hayotlarini din yo'lida qurbon qilishga intilishlari olomonni hayratga soladi. Bu uchala insonning boshi qilichning bir siltovi bilan uchadi. Bunday buyuk iymon va bunday jilovsiz vahshiylik manzarasi odamlar ko'z o'ngida kamdan kam sodir bo'ladi. Bu insonlar bor yo'g'i 7 nafar bo'lishlariga qaramay, ularning o'limi paytidagi tafsilotlar ularning o'zlarini qurbon qilishga rozi bo'lishdek maqomga yetkazgan qudratning g'ayritabiiy ekanligini tan olishga majbur etadi. Biz bu shahidlarning oddiy va ilojsiz kishilar bo'lmaganini eslaganimizda, ular bizning qarshimizda o'z dinlariga o'ta sodiq, matonatli, din yo'lida hayotlardan voz kechishga ham tayyor siymolar sifatida gavdalanganlarida, shunday obro'li kishilar o'zlariga yaqinlashib kelayotgan xatarni bor imkoniyatlari bilan bartaraf etishga harakat qilmaganlarini, ularga qanday kuch-madad berganini tushunishga uringanimizda, biz bu voqealar Amirning tarixidagi eng fojiali sahifalardan biri ekanligini tan olamiz. Qahramonlarning jasadlari 3 kecha-yu 3 kunduz maydonda qolib, olomon tomonidan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan tarzda tahqirlanadi. Ko'zlarini parda qoplagan xalq shahidlar ustiga tupurib, ularni tepib, la'natlar o'qiydilar. Bu jasadlar ustiga axlat to'kib, inson zoti ko'rmagan tahqirlarga duchor qiladilar. Bunday noinsoflikka qarshi biror kishi ham norozilik bildirishga jur'at eta olmaydi. 3 kun o'tgach, shahidlarni shahar darvozasi oldidagi qabriston panjarasining tashqarisidan choh qazib, bir qabrga ko'madilar. Bu shahidlar haqidagi xabar Hazrati Bobga, ul zot hali hanuz Tobarsi istehkomidagi voqealardan o'zlariga kelmagan bir paytda yetib boradi. 7 shahidlarga bag'ishlangan lavhda Hazrati Bob ularning oliy martabasi haqida zikr qilib, ularni islom rivoyatlarida tilga olingan 7 qo'zi deb ataydilar. Qiyomat kuni ular va'da qilingan mazhar oldida boradilar degan Hazrati Bobning so'zlari bu dindorlarning shahidona o'limi mazharning, ya'ni o'zlarining shahidliklaridan avval ro'y berishiga ishora edi. Oradan 4 oy o'tib, ul zot Tabrizda qatl etiladilar. Bu bilan Hazrati Bobning bashoratlari amalga oshadi.